Assalomu alaykum, hurmatli Joychiport mahalla fuqarolari hamda shu mahallada joylashgan tadbirkorlar. Bugun bizlar 23-yanvar kuni shu Milliy bankda 3 yil tajribasi asosida berilayotgan kreditlar tadbirkorlarga hamda jismoniy shaxslarga berilayotgan kreditlar asosida do'stlarga tushuntirish olmoqchi edik. Shuning uchun agar kimda qanaqa savollar bo'lsa, savollaringizni o'zingiz tanishtirib savol bersangiz, bank xodimlari sizlarga tushuntirib beradi. Kredit asoslarini, foizlarini, muddatlarini hammasini tushuntirib berishadi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa bersangiz bo'ladi. Sizdan meni ishonchlar bor. Shu biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha 10 million kredit olmoqchi edim. Shu bo'yicha ma'lumotlar bersangiz. Biznesga birinchi qadam dastur bo'yicha 23% ga 18 oyga beriladi. Buning uchun o'z-o'zingiz bandlagan bo'lishingiz kerak. Mahalladan davlatnoma. Shu hujjatlar bilan bankka murojaat qilasiz. Bizlar sizning kreditlaringiz ijobiy bo'lsa, biz uni tekshirib sizga javobini aytib kreditni chiqarib beramiz.